Hammaga salom do'stlar. XF Show 2-soni, xudo xolasa XM bilan hamkorlikda shu turnirimizni boshladik. Уже yuqoridan, pastdan bizani treyderlarimiz savdo jarayonlarini boshladilar. Kanallarimizda shu aytganimizdek do'stlar, birinchi o'rinlarga, ikkinchi, uchinchi, beshinchi o'ringa deyil pul mukofotlari qo'yilgan. Xudo xolasa o'tib ketadilar. Endi sizlar bilan ichonni ko'ramiz, jarayonni ko'ramiz. O'zi bunday turnirlarni do'stlar ko'p uyushtirib turish istagimiz bor. Har nimmasida qatnashsanglar, bu nima deydi, shu sohadagilar bilan fikr almashish, shu atmosferani ko'rish, hamma bu yerda $1000 hisobga ega ish qilib qiziq bo'ladi. Ketdik, ko'ramiz. Birinchi etaj do'stlar, bedamina treyderlarimiz savdo jarayonlarini boshlaganlar. Bizda XM dan hamkorlarimiz tashrif buyurishdi. Zo'r yaxshi treyder do'stlarimiz tashrif buyurishdi. Hammaga omad tilaymiz. Hozir savdoga ketib turibdi yana ballada. Yapustkang 993 paket. O'tgan safarga XF Show 1da 5-minutdan slip etgan odamlar bor edi. 5-minutdan dim ko'p ko'tarib bergan, profit etgan bolalar bor edi. Hozir hammasiz stabil ketib turibdi. Bu yerda o'tirgan do'stimiz yana Max Loss Richard. Qaranglar, уже stop out bo'lgan, ya'ni konkurs qoidalariga binoan 20% minus bo'lsa, уже akkaunt сразу blok. Sizdan chiqib o'tiribdi. Oke, nima gap? Yaxshi. Tuzum. Yaxshimisiz? Kanalimizga. Like bosinglar. Like kerak. Aka bilan Ayubxon aka trading bilan shug'ullanadilar. Gala konsertda ham ko'rishganmiz. Xudo xolasa taklif qildim o'sha payt keling, ko'rib ketasiz deb. Bola savdo qilishyapti mana. Yaxshi ketyapti menimcha. Xudo xolasa oxirida baribir endi aniq bo'ladi. Sizdan chiqib o'tibdi. Boshlandimi? Bu yerda yana kuzatadigan bo'lsak, ekranda qaranglar, уже savdo jarayonidan o'rinlarni ko'rsatib turadi. Hamma shu hozir qatnashib turgan bizning konkursimizda hammani pozitsiyalari aniq ko'rib, bir-birlaridan motivatsiya olib ishlayveradilar. Ikkinchi etajga chiqamiz do'stlar. Ikkinchi etajdan treyderlarimiz yana bosib yotdilar. Nega gap so'z Zafarbek? O, молодец. O'tgan safar ham birinchi o'rinda oldingmi? XF Show 1da Zafarbek birinchi o'rinda oldi. Nima o'tdingiz? $10,000 crop shot. Oldu. Olib berdikmi? Ha. İşledingizmi? Chiq bo'ldi uni taqdiri. Slip bo'ldimi? Yo'q. Che ichding? 458. O, молодец ana. 10 minglik propdan $458. Mansura, sizdan chiqqan yangiliklar. Mansura bizda Xorazm Forex Akademiyasida shu yana upravляющий lavozimida, xudo xolasa ofisga borsanglar ishlaringizni bitirib beradi. Любой vaqtang. Johir, sizlarda nima gap? Men. Bo'ldimi? Bo'ldi. $150 birinchi o'rin, ikkinchi o'rin $100, keyin $50lik sovg'alar bor do'stlar, 5-o'ringa deydi. Xudo xolasa xolasalarni bemalol yechib oladilar treyderlar, pulini xolasalar dальше real hisoblarni o'tirib savdo etib beradilar. Gandamal treyderlarimiz bor ko'pchilik, lekin telefonda ishlab turibdi bu yerda. Ha, bolalar, ishlab o'tiribdimi? Men foydada 1192. İkinci o'rindamisiz? Ya birmi? Girib bildingmi? Sizdan chiqib o'tiribdi. Ajoyib, profit bor, bolalar bayni ushab o'tiribdilar пока что. Allah, hali vaqt bor. Aslan. O'tgan safar o'zi Zafarbek sen savdoni to'xtatib qo'yib o'tmading, ha? Bo'ldi, kuzatamiz. Ne gap so'z? Kayfiyatli yaxshimi? Bo'ldi. Aslan shu tarzda ketsangiz $2,150,000, ha? Jambiyani. Shuni aytaman. Sizlardan chiqib o'tibdi, tamommi? Bo'ldi. Nasiba endi.
Bunday konkurslar XM'da ko'p bo'lib turadi. Qatnashinglar shu yerda. Bepul qo'shilib girsa bo'ladi. Endi nima bunday bo'lmaydi-ku-da. Boshqa yog'i pulsiz giradigan konkurslar. Sizda nima gap so'z? 2018 3-chi o'rindamiz? 4mi? 5mi? Bo'ldi. Ko'tarajakmiz hali? Birinchi o'rinda niyat bormi yo yo'qmi? Bo'ldi. Kutamiz. Hammaga omad. Keyingi turnirlarimizda ham qatnashinglar. XF Show birinchi soni bor o'zi YouTube'imizda do'stlar, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Avval ham shu yerda bo'ladi. Unda ham zo'r sovg'alarni qo'yganmiz. Maqsad nima deydi? Hammamiz traditor sohasini qiziqadigan, ishlaydigan bolalar bir yerda shunday bir yinglanishib tursa, yomon bo'lmaydi baribir. Bepul mutlaqo bizani konkurslarda qatnashish do'stlar. Kelib, o'zlaringiz bilimlaringizni sinab, networking etib, community etib, ana zo'r narsalarni o'tib ketsanglar bo'ladi. Ana pul, prop hisoblar. Konkurs ham uyushtirib qo'ydik Telegram kanalimizda. O'sha undan ham o'tgan do'stlarimiz bor bu yerda. Ular ham sovg'alarini topshiramiz. Inobi konkursda ishtirok etaman deb yangi hisob ochgan bo'lsanglar, uni ham olib qo'yinglar $30 bonusni. Yaqinda o'sha yana aktiv bo'ldi bu bonus. XM yangi ishtirokchilarni, yangi mijozlarni $30 bonus taqdim etib turibdi. Obunachilar, sizlar ham olsanglar bo'ladi. Pastda link qoldiramiz. Kirib verifikatsiyadan o'tasizlar. Bonuslar bo'limiga kirasizlar. Shu yerda $30 sizlarni kutib turadi. Ustidan ana foyda etdingizlar, bemalol yechib olaverasizlar. Kimda? Sen o'tdimi? Hozir 20 bo'ladi. Oo, ana. Ikkinchi o'rinni egallabdilar. Молодцы, ko'ramiz az xudo xolasa. $100 ang? Normalmi 100? Bir narsa qara yarak ketadi. XM'da yani aytib o'tgandek do'stlar, bunday konkurslar har haftada bo'lib turadi. $25,000 o'ynaladi har hafta. Birinchi o'rinda $2,000. Shunday konkurslardan ham qatnashinglar uyda vaqtdan. 1-2 so'm pul utsanglar o'zlaringiz uchun kapital bo'ladi. Sizlar ham obunachilar qatnashib qilasizlar. Har doim har hafta shunday girib qatnashsa bo'ladi. Bu birinchidan o'zlarimiz uchun trenirovka, o'pib toshadi. Hamda sana 1-2 so'm pul bilan chiqib ketish imkoniyati ham bor. Tak, shunda 1 daqiqa qoldi, bolalar, 1 minut. Amalladingizmi Mansura? $40 plusini. Tugadi, demak, do'stlar. Unda o'tdi. Gördingizmi? Qara bilan ko'rdingmi? Endi o'tdi. Hammaga ishtirok uchun rahmat do'stlar. Bizani уже onlayn platforma aniqladi kim g'olib bo'lganini. Уже 5-10 minut ichida mukofot pullari ham hisoblarına tushib qoladi. Hozir sizlar bilan pastda taqdirlaymiz. Bizda onlayndan ishtirok etdilar do'stlar, offlayndan ishtirok etdilar. Uchasniklarimiz hozir yana 5-mestani Jahongir bizning o'zlarimiz shogirdimiz xudo xolasa qo'lga kiritdilar. Buni xolasangiz yechib bilasiz, ana xolasangiz savdo etib bilasiz bemalol. Tabriklayman. Давайте bir bolalar. Tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. $1,200 mi balans bo'ldimi? 20% ko'tarildi. Ikkinchi o'rindasiz. $100 xolasangiz yechib olasiz, xolasangiz dальше savdo etasiz. Sizniki. Tabriklaymiz. Birinchi o'rinimiz do'stlar, bizning shu turnirimizdagi eng birinchi o'rinni olgan do'stimiz, aziz traderimiz bilan danishasizlar. $150 pul mukofoti XMdan ana xohlasalar trade uchun, xohlasalar yechib olib, uylarına ishlash uchun bemalol qabul qilib olaveradilar. Qan taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum, rahmat sizga uchastka uchun. Tabriklaymiz sizni birinchi o'rin bilan. Onlayndan qatnashdilar do'stlar. 3-4 o'rinlarni demak onlayndagilarimiz egalladi. Keyingi sonlarimizda ham ishtirok etinglar. Endi hozir testoviy bo'lib turibdi. Biz bilan shu birga qo'llab-quvvatlash uchun kelgan hammaga birinchi o'chirda rahmat. Xudo xolasa dальше bundan-da kattaroq, masshtabliroq, ko'proq sovg'alar bilan yana sizlar bilan konkurslarni o'tiramiz. Hammangiz omad.